Assalomu alaykum hammaga. Abduvali bezemotsiya. Hali tuyg'uli uyg'onmagan, lekin yaxshi bola. Kamoliddin 6 yildan beri shu sohada. Abduqodir yaqinda ikkalovi shogird bo'lib tushgan. Ikkalovi ham yoshroq bola, yosh 12 da. Yosh 14 da. Mashalloh. Shu paytgacha nechta mashina qilding? Laminatsiya. Ko'p mashina qilganmisan? Seni videoga olayotganim, buni videoga olayotganim o'tgan safargi videoni rosa ko'pchilik yaxshi qabul qildi-da, seni yaxshi ko'rib qolishdi. Yosh bolalarni ko'rgan odamlar ko'pchilik mana mashinani buzib qo'yadi, chizib qo'yadi, sindirib qo'yadi deb o'ylashadi. Shunga qanaqa qaraysan? Mutaxassis sifatida. Xudo xolasa, okey, xavotir olishmasa ham bo'ladi, chunki bu ishlarni hech qaysini o'ziga tashlab qo'ymaymiz, hammasi nazorat ostida bo'ladi. Mana shu mashinani ko'p detalini ikkalovi qilishdi. Ya'ni ish o'rganayotgan Samarqanddan kelgan ukamiz ham qo'shilgan. Shu paytgacha ham kimdir kelib seni qilgan ishlaringdan norozi bo'lib, ko'chib ketdi, u qilib ketdi degan joyi bormi, yo'qmi? Yo'q. Hali hech kim unaqa demadi. Hech qaysi mijoz kelib Komol akani urishmadi. Nima qildinglar deb. Sana unaqa gapga hali duchor bo'lmadingmi? Yo'q, bo'lmadi. Bu bolani sal emotsiyalari hali ishlamaydi, lekin zo'r bola. Bu ham sportga boradi, ham maktabga boradi. Ishlayam, o'qiyam, hozirdan harakat qilgan, zo'r bo'ladi. Bu okenam 15 yoshida kelgan, tuning ustachilik sohasiga alhamdulillah hozir mana 20 yoshida Toshkent shahridagi ko'plab bruni plonkani yaxshi yopishtiradigan odamlar qatorida turadi. Buni sizlar qildinglar. Mashina chiroyli qilib yopishtirdinglar, hamma joyini zagib qilib bukib chiqdinglar. Xizmatga garantiya bormi? Kafolat bormi? Mabodo xudo ko'rsatmasin, o't-but ko'chib qolsa qaytadan tekinga qilib beriladi, to'g'rimi? Baraka topinglar, buni taqasizlar. Xo'p, Haval Dargo mashinasini to'liq laminatsiyasi qilindi, plastik detallari. Laminatsiya nima uchun qilinadi, Abduqodir? Mashinadagi detallar qirilib qolmasligi. Молодец. Salondagi qirilishi, chizilishi ehtimoli katta bo'lgan detallarni hammasi qilindi va mana bu parok qismi ham, ya'ni temirli joyi ham chiqayotganda oyoq ishqalanib yoki bo'lmasam lattada ko'p ishqalasa mashinalari ko'chib qoladi. O'shati ham bruni plonka qilindi. Plastikka alohida maxsus qoplama plonka temir detaliga kuzov uchun mo'ljallangan qoplama yopishtirildi. Xullas, ish yaxshi chiqqan. Apshivkani ham ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib yopishtirishgan emas, chiziqqacham va keskanda ham kuzov detalini hech qanaqa ochib chizib qo'yishmagan. Xudo xolasa hech qanaqa zarar yetkazmasdan chiroyli qilib har bitta detalni o'zini ishini ustasi bo'lgan bolalarimizni tekshirib, javob berib qilib beriladi, to'g'rimi? Bularni aybi seni bo'yningda. Mujiksan, barakasini bersin, zo'r. O'zinglarni o'rgangan narsalarni yoshlarga o'rgatishingiz yaxshi. Hunar yaxshilab o'rgan, o'tdimi jiyanim? Abduvali bezemotsiya. Peshtasha.